Qo'limdagi chinni piyola polga tushib chil-chil bo'ldi. Lekin men qimirlamasdim. Hatto ko'zimni ham yummasdim. Singan chinni bo'laklari xuddi mening hayotimga o'xshab, ular endi hech qachon avvalgidek butun bo'lmaydi. Odamlar jigar et bilan tirnoq deyishadi. Aka ota o'rnida ota deyishadi. Bu gaplarni eshitsam, ichimda achchiq bir kulgi paydo bo'ladi. Keyin esa ko'nglim ayniydi. Chunki ular mening akamni bilishmaydi. Ular Sardorni faqat ko'chada, toza kiyimlarda, odobli salom berib o'tadigan yigit sifatida tanishadi. Uyning ichida yashaydigan maxluqdan esa hech kimning xabari yo'q. Hammasi ota-onamning shaharga, to'yga ketgan kunidan boshlangandi. Uyda yolg'iz qoldik. Men xursand edim, chunki darslarimni tinchgina qilaman, televizor ko'raman deb o'ylagandim. Lekin kech tushishi bilan hammasi o'zgardi. Akam Sardor oshxonada o'tirardi. Men choy damlab kirganimda, u stulda xalati tarzda bukchayib o'tirganini ko'rdim. Uning ko'zlarida avvallari mehr ko'rardim. Lekin o'sha oqshom uning ko'zlari boshqacha edi. U menga singlisi sifatida qaramayotgan edi. U menga xuddi bozorda sotib olingan, egasi xohlagan ishini qilishi mumkin bo'lgan buyumga qaragandek tikilib turardi. Eshiklarni qulfladingmi deb so'radi u. Ha, qulfladim, dedim men orqaga tisarilib. Yaxshi. Endi bizni hech kim eshitmaydi. Bu gapdan keyin vujudim muzlab qoldi. U o'rnidan turdi. Sekin, shoshilmasdan. Xuddi qayergadir qochib ketolmasligimni bilgandek. Men xonamga qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim itoat etmasdi. U yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimga urildi, tamaki va ter hidi kelardi. Bu hid haligacha burnimdan ketmaydi. Ba'zan tushlarimda shu hidni sezib uyg'onaman. Qo'rqyapsanmi? Deb pichirladi u quloqimga. Uning lablari quloqimga tegindi. Men baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmasdi. Xuddi tushdagi kabi bor kuching bilan qichqirmoqchi bo'lasan, u ovozing chiqmaydi. U mening qo'limdan ushladi. Qattiq. Juda qattiq. Suyaklarim qirsillab ketgandek bo'ldi. U meni sudrab mehmonxonaga olib kirdi. O'sha kecha vaqt to'xtab qoldi. Soatlar daqiqalarga, daqiqalar soniyalarga, soniyalar esa asrlarga cho'zildi. U meni urmadi. Yo'q, kaltaklash bu jismoniy og'riq, u o'tib ketadi, ko'karadi va tuzaladi. U qilgan ish esa ruhimni parchalab tashladi. U meni o'yinchoq qildi. U meni xonaning o'rtasiga o'tkazib qo'ydi va o'zi divanga cho'zildi. Qo'lida pichoq bor edi. U pichoqni o'ynar, uning yaltirashini tomosha qilardi. Agar qimirlasang, dedi u xotirjam ohangda, nima bo'lishini tasavvur ham qilolmaysan. Men qimirlamadim. Hatto nafas olishga qo'rqardim. U soatlab menga tikilib o'tirdi. Shunchaki tikilib. Ba'zan kulib qo'yardi. U kulgida insoniylik yo'q edi. U mening qo'rquvimdan, titrashimdan, ko'zlarimdagi dahshatdan huzur olardi. Keyin u yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumib oldim. U mening sochlarimni siladi. Bu silashda mehr yo'q edi. Bu ilonning o'z oljasini boqishidan oldingi harakatiga o'xshardi. U meni majburlab jirkanch so'zlarni aytishimni talab qildi. Meni sevishingni ayt, dedi u. Men yig'lab boshimni chayqadim. U esa sochimdan tortib yuzimni o'ziga qaratdi. Tong otguncha u meni qo'yib yubormadi. Har safar ko'zim ilinishiga sal qolsa, u meni turtib uyg'otar, hali tugamadi derdi. U men bilan mushuk sichqon o'ynardi. Men hammomga qochib kirib, eshikni qulflab olganimda, u eshikni buzgudek bo'lib tepdi. Keyin esa birdan tinchlandi va eshik ortida turib, past ovozda gapira boshladi. Baribir chiqasan-ku. Men shu yerdaman. Men har doim shu yerda bo'laman. O'sha tunda men ulg'aydim. Bolaligim o'sha hammomning sovuq kafelida olib qoldi. Ota-onam qaytib kelganida akam Sardor xuddi hech narsa bo'lmagandek televizor ko'rib o'tirardi. Men xonamdan chiqolmasdim. Onam kirib, nega rangi ro'ying oqarib ketdi, kasalmisan deb so'raganda, men ha, boshim og'riyapti deb yolg'on gapirdim. Akamga qaradim. U menga ko'z qisib qo'ydi.
O'sha ondayoq tushundimki, men endi bu uyda xavfsiz emasman. Men hech kimga indamadim. Qanday aytaman? Akam menga tegajonlik qildi, meni tuni bilan qiynadi deymanmi? O'zbekchilik, or nomus, sharmandalik. Bu narsalar meni og'zimni tikib tashlagan edi. Oylar o'tdi. Men oshxonamga qulflanib oladigan odat chiqardim. Eshigimga stul tirab uxlaydigan bo'ldim. Har safar yo'lakda uning qadam tovushlarini eshitganimda yuragim to'xtab qoladigandek bo'lardi. U esa buni bilardi. U atayin eshigim tagida to'xtab turar, tutqichni sekin burab ko'rar va mening qo'rquvimni his qilib ketib qolardi. Bu uning sirli o'yini edi. Bir kuni tunda uyg'onib ketdim. Xonamda kimdir borligini his qildim. Qop-qorong'i edi. Oy nuri pardadan biroz tushib turardi. U karavotimning tepasida turardi. U menga qarab engashib turardi. Men qichqirmoqchi bo'ldim, lekin u darrov qo'li bilan og'zimni yopdi. Agar ovoz chiqarsang, ota-onamga seni yomon yo'lga kirib ketgan deb aytaman. Ko'ryapsizmi? U mening or nomusim bilan o'ynashardi. U yana o'sha jirkanch ishlarni qildi. Menga tegindi. Meni opdi. Men toshga aylanib qolgandim. Ko'zlarimdan yosh oqardi. U o'z ishini qilib bo'lgach, xuddi begona odamdek o'rnidan turdi va chiqib ketdi. Eshikni yopishdan oldin esa, "Xayrli tun, singiljon" dedi. O'sha tundan keyin men tirik murdaga aylandim. Hozir alohida yashayman. O'qishga kirdim, yotoqxonaga qochib o'tdim. Bahona qilib uydan qochdim. Lekin baribir qutulolmadim. Har safar uyga ota-onamni ko'rgani borganimda uni ko'raman. U uylandi. Xotini bor, bolasi bor. U hamma uchun namunali ota, mehribon aka. Dasturxon boshida o'tirib, kulib gaplashadi. Men esa uning ichidagi maxluqni bilaman. U ba'zan menga qarab qo'yadi. O'sha qarash. Esimda, hammasi esimda, sen meniksan degan ma'noda qaraydi. Siz mendan qo'rqinchli hikoya so'radingiz. Arvohlar, jinlar, yalmohizlar. Bularning bari ertak. Haqiqiy qo'rquv bu o'z uyingda, o'z jigaringdan keladigan xavfdir. Haqiqiy dahshat. Bu sening himoyaching bo'lishi kerak bo'lgan insonning maxluqqa aylanishidir. Hozir ham shu satrlarni yozayotganimda orqamda kimdir turgandek tuyulyapti. Qandaydir sovuq nigohni his qilyapman. Balki bu shunchaki vahimadir. Balki